Aziz do'stlar, bugun tarkada gipsikus gulli choy haqida gaplashamiz. Buni eng qadimiy iste'mol qilib kelgan shaharlardan biri Misr hisoblanadi. Meksika, Sudanda ko'p iste'mol qilishadi. Yevropa va AQShda detoks choyi deb qaraladi. Biz ice tea'mizni ichib kelayotgan odamlar malinaning ta'mi keladi, ancha yumshoq ta'm deb qarashdi. Buni sababi eng qadimiy uslub bilan tayyorlaymiz. Ilojini boricha standart proporsiyalardan chiqib ketmagan holatda antioksidantlarga bu choy juda boy, hazmni yaxshilaydi. Davleniyasi bor odamlarga yaxshi, davleniyasi past odamlar kamroq ichish tavsiya qilinadi. Biz shuning uchun nima qilamiz? Biz O'rta Osiyoda ikki turdagi insonlar ham juda ko'p. Biz o'zimiz ice tea'mizga Chempion Ceylon choyini qo'shib damlaymiz. Bu qora choyi ancha tabiiylikka yaqin, sun'iy aromatizator, ya'ni hidlantirishlarga kam. Men buni o'zim ichishni ham kattalarga ham tavsiya qilaman. Shu choy bilan birgalikda sahrli sirop bilan qo'shib damlab chiqamiz. Bizni damlash uslubimiz ham eng qadimiy uslublardan. O'shaning uchun yumshoq ta'm, ko'pchilik malina ta'mi keladi deyishadi. Bu uning qadimiy uslubda tayyorlashimizning sababidan, lekin malina qo'shilmaydi. Standartlardan chiqib ketmagan holatda, ko'p narsalarni aralashtirmagan holatda damlab olib chiqqanmiz bu ice tea'ni. Insonlarning talabiga qarab, miyat, ya'ni militsiya yaproqlaridan va limon so'kidan qo'shib beramiz. Shuning uchun balkim biz ice tea boshqacha, sizlarga ham ichish tavsiya qilamiz. Mehmon bo'lishinglarni, obuna bo'lishinglarni kutib qolamiz.